100 kilogramida suv miqdori 1% kamaysa, u 50 kilogrammga tushib qoladi. Qaranglar. Masalan, bir dehqon, shundaymi? Ertalab saharda turdida bodring terdi. Oldin ham aytganman, yana qaytarib aytaman. Bodring terdida, tergan bodring 100 kilogramm ekan. O'shani terib qo'ydi, keyinroq topshiraman dedi-da. Ya'ni sotib oluvchiga topshirish uchun terib qo'ydi. Ya'ni oftobda qoldi. Salofanga solib qo'yman. Bilasizlar, dehqonlar salofanga solib qo'yadi. Ana shu narsani tushuntirib beraman. Nima uchun salofanga solish kerak degan masalaga javob topib beraman. Salofanga solmadi. Bizlar bilamiz, bodringda 99% suyuqlikdan iborat. Ya'ni mineral, suv, pul va hokazo shunaqa. 1% quruq holati bo'ladi. Qo'yib qo'yding, quriganidan 1% qoladi. 99% uchib ketadi havoga. Ya'ni quyoshga parlanadi. Tushunasizlar, a? 100 kilogramm terdi, salofanga solmadi uni, salofan xaltalariga solmadi. Solmagandan keyin undagi suv miqdori 1% ga kamaydi. Tushunasizlarmi? Bunday o'rganingda 1% katta narsani hal qilmaydi degan joyi bor-da. 1% katta narsani hal qilmaydi degan joyiga mana shu bitta narsa. O'sha bodringimiz 100 kg edi-ku, 1% suv kamaysa ham 50 kilogrammga tushib qoladi vazni. Tasavvur qiling, mana 100 kilogrammida suv miqdori 1% kamaysa, u 50 kilogrammga tushib qoladi. Tushundilarmi? Ana shuni qanday tushib qolishini tushuntirib beraman. Qarang. Xo'p, 100 kilogramm bodring edi. To'g'rimi? 99% suyuqligida, ya'ni 99 kilogramm degani, to'g'rimi? Bu suyuqlik holati. Endi uni quruq holat, ya'ni o'zgarmas holati. O'zgarmasi bilan ishlash kerak. 1% mi? U 1 kilogramm degani. Keyingi jarayonda undagi suv miqdori 1% ga kamaydi. 99%-ku, endi buni necha foiz bo'ldi? 1% kamaysa 98% bo'ldi. 98% suyuqlik bo'ldi. To'g'rimi? Endi 2% nima bo'ladi? Quruq holati, to'g'rimi? 1 kilogramm 2% ni tashkil qilib qoldi-da, chunki ikkalasini yonisiga 100 berish kerak-ku. Bizga massa, keyingi massani topishimiz kerak. To'g'rimi? 1 kilogramm 2% bo'lsa, keyingi massamiz x mi? Hammasi birgalashib 100% tashkil qilamiz. To'g'rimi yo'qmi? Proporsiya ko'rinishda ko'paytirasanmi? Buni bunga ko'paytirsang, 1 ko'paytma 100, 2 ko'paytma x bo'lami? Mana bu 2 bu tomonga bo'linma bo'lami? Shunda x necha chiqadi? 50 kilogramm. Mana. Demak, 100 kilogramm bodringimizda 1% suvni ham parlantirib qo'ysa, 1% deyapman. U 50 kilogrammga tushib qoladi. Tushundilarmi? 2 qop bodring 1 qop bo'lib qolyapti deganda. O'shaning uchun dehqonlardan iltimos qilamiz, bodring tergandan tezda salofan xaltaga solib qo'ysalaringiz, siz vazn yo'qotmaysiz, massa yo'qotmaysiz.